Azon aytsa muazzinlar uxlamasdan, bizni o'ylab o'zlarini o'ylamasdan, men bo'lsachi yotaverdim uyalmasdan. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Mahallada osh bor desa sahar turdim. Nafsim uchun har tarafga qarab yurdim. Birodarlar, nafsimni hech tiyolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Ishladim deb charchaganim ro'kach qilib, aslidachi iymonimni karch qilib, bu dunyoga o'zim hech ham to'yolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Birodarlar, oxiratdan xabar topib, u dunyoga tayyorgarlik qildingizmi? Meni qarang, hammasini bilib turib, bugun yana bomdodga men turolmadim. Do'st bo'lsangiz, haqqimga siz duo qiling. Jannatlarni menga ham siz ravo ko'ring. Ko'rinmading masjidda deb so'rab qo'ying. Bugun yana bomdodga men turolmadim. 4 vaqtlik namozni men barpo qilib, ertalabki barakotni rasvo qilib, namozni uyqudan ustun qo'yolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Nasihatlar qiling menga ko'zing och deb, gunohdan qoch, jannat eshiklarin och deb, Alloh uchun bergin endi boring soch deb. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Qo'sh uyasida ko'rganini qilar ekan, nima qilsam bolam shuni qilar ekan, ota bo'lib hech ham o'rnak bo'lolmadim. Bugun yana bomdodga men turolmadim. Nasihatlari kor qilmasa qiyin ekan, odamda sal or bo'lmasa qiyin ekan, shuncha narsa yossam yana betim chidab. Bugun yana bomdodga men turolmadim. As-salom